Ko'pchilikni bir savol qiziqtiradi. Pensiyaga chiqqanda qancha mablag' olinadi? Shu savolga aniq va tushunarli javob beramiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning aprel oyi uchun mo'ljallangan barcha pensiya mablag'lari to'liq moliyalashtirildi. Plastik karta orqali oluvchi 3.800.000 nafar fuqaroning bank kartalariga mablag'lar to'liq o'tkazib berildi. Naqd pulda oluvchilarga esa to'lovlar aprel oyining 4-sanasidan boshlab Xalq bankining sayyor kassalari orqali belgilangan jadval asosida yetkazilmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra, erkaklar pensiyaga 60 yoshda, kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa chiqadi. Ayollar esa 55 yoshda, kamida 20 yil ish staji bilan pensiyaga chiqadi. Agar ish staji 7 yildan kam bo'lmasa, lekin yetarli darajada bo'lmasa, to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Agar 7 yil ham bo'lmasa, nafaqa belgilanadi. Pensiya miqdori maxsus tartib asosida hisoblanadi. So'nggi 10 yil ichidan eng yaxshi ketma-ket 5 yillik daromad olinadi va uning 55% asos qilib olinadi. Agar fuqaro belgilangan me'yordan ortiq ishlagan bo'lsa, har bir ortiqcha yil uchun yana 1% dan qo'shiladi. Shu bilan birga hisoblashda maksimal chegara mavjud bo'lib, u 5.652.000 so'm etib belgilangan. Misol tariqasida 32 yil ishlagan fuqaroning o'rtacha oyligi 4 million so'm bo'lsa, uning pensiyasi 55% va qo'shimcha foizlar hisobiga taxminan 2.480.000 so'mni tashkil etadi. Yana bir holatda 35 yil ish stajiga ega va yuqori maosh olgan fuqaro uchun hisoblash maksimal chegara asosida amalga oshiriladi va yakuniy pensiya miqdori 4 milliondan ortiq bo'lishi mumkin. Shuningdek, hozirda amal qilayotgan eng kam pensiya miqdorlari quyidagicha: yoshga doir eng kam pensiya oyiga 918.000 so'mni, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1.012.000 so'mni tashkil etadi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 471.000 so'm etib belgilangan. Yana bir muhim yangilik: 2025 yilning 1-martidan boshlab pensiya tayinlash jarayoni avtomatlashtirilgan bo'lib, endilikda alohida ariza topshirish talab etilmaydi. Siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va shunday muhim yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun kanalga obuna bo'ling.